Telefon ko'p o'ynaydigan bolalar qanday xavflarga duch keladi? Zreniyani pasayib ketishi, tili ketib chiqishi, umuman razvitiyasini pasayib ketishi, bular o'zingizlar ijtimoiy tarmoqlarda juda ham ko'p eshitgan ma'lumotlaringlar. Lekin eng asosiysi nima? Bola virtual olamga kirib ketib qoladi. Ya'ni mana shu telefonni ko'rmasa, o'ynamasa, unda dopamin ishlamaydi. Va telefonsiz hayot unga zerikarli tuyuladi-da. Telefonsiz qarasa, unda o'sha organizmda yetarli darajada dopamin ishlamaganligi uchun, ya'ni ichki hissiyotlari unga bor telefonga, ol telefonga deb buyruq beradi. Va u qarabsizki, agar unga telefonni bermasangiz, isterika qilib janjal qilishni boshlaydi. O'shaning uchun bolaga 2 yoshgacha telefonni umuman bermang. 2 yoshdan 5 yoshgacha bo'lsa, bir kunda 1 soatga bersangiz bo'ladi, faqat vaqtni chegaralang. 5 yoshdan keyin, misol uchun 1,5-2 soatdan bersangiz bo'ladi, faqat родительский kontrol qo'yib qo'yib, kelgan telefonni berish maslahat beraman. Sizning farzandingiz bir kunda necha soat telefon ko'radi? Izohlarda yozib qoldiring.